muqaddas muqaddas baxtli oilaga qilarlar havas. Amerikada 25 yildan beri yashab kelayotgan milliyligini, urf-odatini saqlab qolgan oila bilan tanishamiz. 3 avlodni tarbiyalab kelayotgan, o'zini va o'zligini yo'qotmagan oila bilan suhbatlashamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'linglar. Bugun sizlarni Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Cincinnati shahridagi eng namunaviy, ibratli oila sifatida suhbatlashishga taklif etdik va bu taklifimizga rozilik bildirganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Alloh ziyoda qilsin. Baxtli oilaga qilarlar havas. Suhbatimizni sizlar bilan tanishuv bilan boshlasak, Amerikada kelganligiga necha yil bo'ldi, turmush qurganligiga necha yil bo'ldi, shu haqida bir chiroyli qilib tanishtirib gapirib o'tsanglar. Mana ismim G'ofurjon. Toshkent shahridanman. 52-yil 11-fevralda tug'ilganman. Mutaxassisligim iqtisodchi. Xalq xo'jaligi institutini bitirganman. 77-yil bitirib, maishiy xizmat ko'rsatish korxonalarida ishlaganman. Zamon zayli bilan 2000-yil Amerikaga 4 yillik viza olib kelib qoldik. Alloh rizqimizni, nasibamizni shu yo'lga chochgan ekan. 2000-yil fevral oyida mana shu Amerikaga tashrif buyurdik, Nyu-Yorkka. Nyu-Yorkda mana do'stlarim bor edi. Ular kutib olishdi. Shu bilan Amerika bilan tanishish boshlandi. Tanishdik. Undan keyin Massachusetts shahriga, Bostonga bordik. Endi u juda chiroyli shahar, tarixiy shahar bo'lganligi uchun, u yerda universitetlar ko'p bo'lganligi uchun bu yoqqa bordik. U yerda ob-havosi bizga sal to'g'ri kelmadi. O'sha bilan iyun oyida biza bir kompaniya orqali shu Cincinnatiga yo'llanma oldik. Shu yerga kelib, shu yerda bir tanishimiz bizani kutib oldi. Shu yerda Clarion degan mehmonxonada ish faoliyatimizni boshladik, ishladik. Endi 4 yillik viza bo'lganligi uchun bizga 6 oy bu yerda yashashga ruxsat berildi. New Yorkda immigration. 6 oy bitta, 6 oy O'zbekistonda bo'lib o'zdik. Men o'zi kelganimda 48 yoshda edim. Mana Alloh yosh bersa, fevral oyida 75 ga qadam qo'yamiz inshaalloh. Mana shu bilan shu yerga kelib bir 2 oy shu yerda bo'ldik. Bu tabiati, odamlari, muomalasi juda bizga yoqdi. Endi biz qaytib ketishimiz kerak edi Toshkentga. 6 oydan keyin qaytib ketdik. Endi bir o'g'lim, ikkita qizimni uzatgandim. Katta o'g'lim
TVT'da o'qirdi, bitirish arafasida edi. O'sha 2000-yil bitirdi. Ikkinchi o'g'lim endi maktab yuridiskiy, Farg'onada yuridiskiy litseyni bitirib kelgan, universitetga kirish kerak edi. O'shaning uchun qaytib bordik, undan keyin o'g'lim ham o'qishga kirdi, ikkinchi o'g'lim. Shu bilan 6 oy qish o'tdi, yozda yana o'rtoqlar yana chaqirishdi, kelinglar deb. Endi hali mehmonxonada ham juda bizga qattiq o'rganib qolishdi. Bir Tina degan amerikanlik ayol bor edi. U yana bizani juda qattiq hurmatimizni qildi. Bizani hattoki pama deb chaqiradigan bo'ldi. O'zini hali otam, onam, meni ishxonamdagi ota-onam sila. Meni uydagi ota-onam boshqa deb ota-onasini olib kelib tanishtirdi ham. Neyse, tag'in kelinglar deb gap nima qilgani uchun biz keyingi yil yana keldik. Kelib yana 6 oyga immigration yana 6 oyga viza berdi. Yana 6 oy yurdik. Undan keyin borib katta o'g'limni uylantirdik 2001-yil. Undan keyin yana keldik. Xullas 4 yil vizada kelib ketib yurdik. Shu bilan 4-yil neyse jabotda qo'yishmadi, og'aylarimiz ko'paydi. Bir Jozef degan og'aynim bor. U ham haligi qattiq yopishib oldi. Shu yerda qolasizlar qilib biz o'zimizga ham bu tabiatlari yo'qdi. Neyse hali uni qon bosimi bor edi. Qon bosimlari joyiga tushib qoldi. Meni o'zimning ham qon bosimim bor edi. Bu yerda doktorlarga ko'rsatdik, shunaqangi bir tabletka berdiki, halizgacha meni qon bosimim hozir 120 ga 80. Shu qanaqa tabletka berganini hozir o'zimiz ham hayronmiz. Mana shunaqa. Baxtli oilaga qilarlar havas. Ko'p o'tmasdan katta o'g'lim green card yutib keldi, oilasi bilan 9-yil. Biz kelib 4-yil kelgan bo'lsak, 9-yil green card yutib keldi. Nevaralarim bilan bitta nezikin. Men o'zim Kentucky'ning Covington shaharidan uy sotib oldim 2007-yil. Endi bu yerda nima qilasiz bu yerda? Ketamiz. Ketishni o'zi nima bo'lsa o'zi ketish niyatimiz bor. Hop, ketamiz. Uyni ketsa sotib ketamiz. Dedikda o'shani qilib uy sotib oldik o'sha yerdan. 2 xonali uy sotib oldik o'sha yerda. Neyse, bolalarim kelganda yaxshi bo'ldi. Ular uyli joyli bo'ldi. Undan keyin endi ko'pchilik bo'ldi. Undan keyin biz bu betda tanishlarimiz bor edi. Betga ishga kirdi. Babysitter bo'lib bir Ira degan qizni oilasiga, bolalariga qaradi. Shu bilan taqdir ekan, bu joylar ham yoqib qoldi bizga. Keyin o'sha 10-yil bolalarim keldi, kelganda 6 oy ichida bu yerdan to'rxonali uy sotib oldik. Mana mashta 5 minutlik yo'l. O'sha 10-yildan 23-yilgacha o'sha uyda yashadik. Undan keyin 16-yil qizim green card yutib kelib qoldi. Bizda o'zi 4 ta farzandimiz bo'lsa, 4 ta farzandimizdan 2 tasi hozir Toshkentda yashashadi, 2 tasi mana bu yerda oilasi bilan. Shunaqa qilib keyin bu yerda Toshkentda oilamiz, bu yerda oilamiz. Shu bilan hujjatlarimiz to'g'ri bo'ldi hammasi va soedinение bo'ldi. Shu bilan mana borib, kelib, yurib biza 1 yil boramiz u yoqda navaralarning to'yini qilamiz. 1 yil kelamiz, bu yerda navaralarning to'yini qilamiz. Mana xuddi mana shu 1 yil bu yerda hozir o'g'limni ikkinchi qizini ham turmushga berdik. Mana Allohim ularni baxtini bersin. Biz o'zimiz ham qarangki, tarix taqozosi bilan shuncha ulamolar kelgan paytda, Qur'on musobaqasi sabab kelishgan paytda to'y qildik. Undan keyin bizani turmush qurganimizga ham 50 yil bo'pti. Vaqt o'tishini qarang.
Shu bilan qarabsizki, mana 50 yillik yubileyimizni ham mana shu yerda nishonladik. Alloh 16 ta nevara berdi mana bizga. Maşallah. 10 ta avara. Mana shularni baxtini tilab o'tiribmiz. Baxtli oilaga qilarlar havas. Hoji ona juda ham yaxshi. Haligi nima deydi, havas qilsa arzugudek oilasizlar, albatta sizlarga ko'pchilik havas qiladi. Hurmat bilan, e'tibor bilan, havas bilan qarashadi. Hoji ona mana hozir aytdilar, 50 yillik turmush mobaynida shu yillar ichida bir-biringizni qanchalik hurmat qilib, qo'llab-quvvatladingiz va kerak paytida qanchalik necha marta bir-biringlarni kechira oldinglar. Nima deydi, oilani farovonligida, totuvligida, fayzida ayol kishini o'rni qanchalik? Sizni fikringizni ham bilmoqchi edik. Endi nima deyman, 50 yil, yarim asr. Yaxshi yomon yashamadi. Sabr bilan. Mana men kelin bo'lib tushganimda ular hali institutda o'qirdilar. Mana nasiga qaynonamni juda ham rollari katta bo'lgan bizga. Ishga boravering deb, ishga borardim, kelardim. Farzandli bo'ldik. Bolaga o'zim qarayman, boravering ishingizga dirdilar. O'shalarni gapi bilan kam bo'lmadik. Mana bordi, keldi, oilada ham mana qaynimni keyin o'ylantirdi, sekin-sekin hayot davom etaverdi, bular o'qishlarini bitirdilar, ish davom etaverdi, sekin hastalik bilan hammasi. Endi sabr, toqat bilan, sabr bilan shunchalik darajaga yetdi deb o'ylayman men. Chunki qancha narsalar mana 50 yil davomida yaxshi gap, yomon gap, bular hammasi hech anaqa bo'lgan yo'q bizga. Har doim kelishib bir-birimiz bilan bular sal balandroq kelsalar men indamay, men nima qilsam nima qilib, mana shunaqa qilib maslahatlarini berib, to'g'ri yo'l ko'rsatib, mana shunaqa qilib shu darajaga yetdi deb o'ylayman. Sabr bilan. San emas, men deb xalidey qiladigan bo'lsangiz, oila bo'lmaydi. Baxtli oilaga qilarlar havas. Bizda ham endi hali og'ir kunlar ham bo'lgan deganim, men 4-kursga o'tganimda o'ylanganman. 3-kursda o'ylanganman. Undan keyin 4 yillik o'qishni narxozni bitirganman. Undan keyin maishiy xizmat ko'rsatish upravleniyasida ishladim. Undan keyin 77-yil upravleniyaga maishiy xizmat ko'rsatish boshqarmasiga ishga o'tgan bo'lsam, направление bilan institutda 79-yil mana начальник управления nimaga tayinlab Yangi Toshkent oblasti bo'yicha obl foto prokat raznobud объединенияsi tuziladigan bo'lib qoldi. O'sha yerga reja bo'limini boshlig'i qilib o'sha yerga o'tkazishdi. O'tdik, nasikin yaxshigina ishladi 83-yilgacha. 83-yilda nasib bizani ministr chaqirib, sizlar endi объединение tuzdinglar, mana shu yerda ishladinglar, sizlarni endi bizga yordaminglar kerak. Sirdaryo oblasti bo'yicha Poyavzal объединенияsi, обувное объединение tuzish kerak. O'shanga borib o'shani sizlar tuzasizlar dedilar ministr. Maishiy xizmat ko'rsatish ministri, vaziri. Shu bilan Ashot Petrovich Karayman direktor bo'ldi, men главный injener bo'lib, Sirdaryo oblastida borib, обувное объединение tuzdik. Uni tashkillashtirib, undan keyin yana nimasi bilan, ish taqozosi bilan bizani yana obl fotoga qaytarib perevod qilishdi. Yo'lga sovordik. Объединение de nasib bizga yana kelib bu yoqda bizning ishlarimiz yana susayib qolgan ekan, yana qaytarib, yana u joyizga keltirib o'sha yerda yana ishladik. Undan keyin men Toshkent rayoniga
начальный uchastka bo'lib o'tdim. O'sha Opel fotoprokat raznobud bo'yicha. Opel fotoprokat raznobud degani endi bu har xil sexlar, maishiy xizmat ko'rsatish sexlari foto avtomobil. O'shanaqa bo'yicha начальный uchastka bo'lib Toshkent rayonida ishladim. Undan keyin 91-yil mustaqillik bo'ldi. Mustaqillik bo'lgandan keyin hali bir shveyniy sexni xususiy qilib sotib oldim. Undan keyin bizlarning mahsulotlar shunaqangi hadavoy yaxshi mahsulotlar edi. Buni Mongoliyadan, Ukrainadan, Turkmanistondan priyomchilikka olib ketishardi. Talash bo'lib ketardi xolos. Keyin granitsalar yopildi, mustaqillik bo'lgandan keyin pullar o'zgardi. Shu bilan nima bo'lib, bundan keyin men Olmazor rayonida kommersiy do'kon ochdim. Ikkita kommersiy do'kon ochdim. Oxirida o'sha ikkinchi do'konimni qurib, bitirib, endi bir oy bo'ldi ish boshlaganimga hokim bilan ozgina kelishmovchilik bo'lib qoldi. Ular menga Tansiqboyevda supermarket qurasan dedilar. Men aytdim, supermarket qurmayman. Unga mablag'im yo'q. Desam, kredit olasiz, qurasiz dedilar. Xullas ishlashga bermadilar. Magazinni buzamanga tushdilar. Shu bilan nasiya. Xullas kelisha olmadik. Endi hali bankadan kredit olib magazin, supermarket qurishga men o'zi xohishim yo'q edi. Shu bilan nasiya Turkiyadan savdo bilan shug'ullanib, ko'proq bozorga, ipodrom magazinimga emas, ipodromga olib chiqib sotiladigan bo'ldi. Ana shunaqa qilib yurdimda, keyin bir taqdir taqozosi bilan keyin Amerikaga kelib qoldik. Juda ham yaxshi. Hozirgi kunda sir emaski, vatandoshlarimiz orasida kelib yashayotgan vatandoshlarimiz orasida qaysidir oilalar qiyinchilikdan, yo'qchilikdan ajrashib ketayotgan bo'lsa, qaysidir oilalar ya'ni puli ko'payib, salgina nimalar mablag'i oshish natijasida qanaqadir o'zaro oilaviy kelishmovchiliklar er-xotin o'rtasida kelib chiqib, ajrashib ketish holatlari ham uchramoqda. Mana shu o'rinda bitta maqola aytib o'tmoqchi edim. Ayolni yo'qlikda sina, erkakni to'qlikda sina deydi. Bu maqolga fikringiz va hozirgi kundagi vatandoshlarimiz orasida bo'layotgan holatlarga sizni fikringizni bilmoqchi edik. Mana ko'plab oiladagi jamiyatimiz orqali bordim, qatnashdim. O'shaqangi oilalarga. Endi meni maslahatim bu yerda qatga keldingmi, o'sha yerda qonun qoidasi bilan ishlash kerak. Shu qonun qoidasiga rioya qilish kerak. Neysigin birinchi vali bir ko'chatni olib bir joydan ikkinchi joyga o'tkazsangiz ham u o'zini tutmaguncha ma'lum vaqt kerak. Ana shu vaqtlarga chidamayotgan oilalarni ko'rdik. Mana haligi topar tutari sal yaxshi bo'lib qolgani, yaxshi o'zidan o'zi bo'lgan yo'q, u sekin-sekin yaxshi bo'lmagani, ana bir-biri bilan kelishmovchilik. Endi bu yerda mana Amerikaning qonun qoidasi bo'yicha ishladimi, pul oldimi, nalov to'lash kerak vaqtida. Neysigin u kelgan odamda darrov o'y-joy bo'lib qolmaydi. Uni mehnat qilib, o'sha hali kreditniy istoriya deydi bu yerda. Shu kreditniy istoriyani yaxshilab, 2 yil taksa to'lab, o'zining kreditniy istoriyasini yaxshilagandan keyin bitta bankalar kredit beradi. O'sha orqali o'y olishi mumkin. Ana o'shangacha yetib bora olmasdan bir-birlari bilan urushib, hali kvartira pulini to'lamay yoki bo'lmasa erini ish yurishmay qolsa, xotini janjal qilib, xotinining ishi yaxshi bo'lib qolsa, eri bilan ajrashamanga tushib, oldida tuqqan oilaga bordik. 2 ta bolasi bor, qo'lida chaqalog'i bor, eri tashab ketib qolgan. O'sha to'lovlarga chidamasdi. Buni o'zi bo'lmaydi. Bitta ishlash kerak, mehnat qilish kerak. Mana biz ham masjidda
ishladik, mehnat qildik, shunaqangi vaqt bo'ldiki, ertalab soat 7 dan kechasi soat 12 gacha ham ishladik. Ikkalamiz. O'shanga vazmonimiz bo'ldi, ishlashga bizga endi ish berishdi. O'sha ishladik. O'sha topgan pulimizni Toshkentga jo'natdik. Bolalarimiz u yoqda edi. Ularni boqdik. Ularni oyoqqa turg'izdik. Bir o'g'lim, ikkinchi o'g'lim universitetga kirdi deyman, uni kontraktga kirgan. O'sha kontrakt pullarini to'ladik. Ularni o'qishni bitirguncha oilasi bilan boqdik keyin. Ana shularda ikkalamiz birimiz ishlaganimiz yer ichariga ketsa, birimiz ishlaganimiz Toshkentga ketdi. Mana halizgacha Toshkentga pul ham jo'natib turamiz. Baxtli oilaga qilarlar havas. Hoji ona, hozirgi kunda biz kelishdan oldin sizlarning oilani o'rganib chiqib, surishtiruvlar olib borganimizda, hozirgi kunda 4 ta farzandlaringiz borligi, mana yuqorida aytib o'tdilar, 2 ta o'g'il, 2 ta qizligi, 2 ta farzand bu yerda Amerikadaligi, 2 ta farzandlaringiz hozirgi kunda O'zbekistonda yashayotganligi. Shunga qaramasdan, siz ulardan Amerikada uzoqda bo'lishingizga qaramasdan, xuddi yo oilangizda ham, bu oilangizda ham hammasi tartibli, joyida, ibratli, yo'da ham, O'zbekistonda ham ibratli oilalardan, mahallada o'ziga yarasha hurmat, obro' e'tiborga ega oila ekanligingiz haqida ijobiy fikr bildirishdi. Shu o'rinda sizga bir savol bermoqchi edim. Hozirgi kunda qaynanalar va kelin o'rtasida ko'ramiz mojarolar kelib chiqadi. Siz buni qanaqa qilib uddalayapsiz? Ya'ni bir maqolda aytib o'taman shu yerda, qaynana qaynamasa kelinlar aynamaydi deydi. Amerikadagi kelinlaringiz ham, mana farzandlaringiz, hattoki nabiralaringizni 3-avlodda tarbiyalayotgan bir namunali buvijon, qaynana sifatida sizdan bir fikrlaringizni bilmoqchi edim. Bu yerdagi kelin qizlaringizni ham, u yerdagi qizingiz va kelinlaringizni ham qanaqa bir siyosat bilan, qanaqa bir muomala munosabat bilan ularni hammasini joy-joyida ushlab turibsiz? Endi aytganingizdek, qaynana qaynamasi kelin aynamaydi deganingizdek, mashdiki bizaki vechni ishladi o'zi. Mana bu kelinim ham keldilar, bu katta kelinim Elnora keldilar. Azgina til o'rgatishga o'qitdik, bola azgina katta bo'ldi, sekin-sekin uyda o'tirib bo'lmaydi, bu yerda ishlashingiz kerak dedi. Nasikin ishga bular olib boradilar, olib keladilar, hali mashina haydash bilmaydilar. O'shanga sharoit yaratib berdik. Men o'zim haftani 5 kunida ishlasam, 2 kunga Elnora siz ishlaysiz dedim. Ular ishladilar. Mana shunaqa qilib betdagi ishni mana shunaqa yo'lga qo'yib oldik. Mana navaralar yana ko'paydi. Navaralarga ham qaradim. Ishga yuvaraman, qarayman, iloji bo'lsa ovqat qilib qo'yaman. Ular ham keladilar. Kelgandan keyin darrov sizning ovqatingizni ne bo'lmasa mana qiling, mana bundoq qilib qo'ydim deyman. Gapsiz, so'zsiz, indamay hamma narsalar olib kelinadi, yeb, ichib, o'ynab, kulib, yig'ib terishadi, shu bilan bo'ldi. Toshkentga kelinim, Toshkentdagilar ham boramiz. Hamma yo Saromjon, Sarishta, ular ham ishlaydilar. Hamma narsani tayyorlab bizga qo'yib berib ketadilar. Endi o'tda ishlamaymiz, o'yda o'tirdik. Hamma narsalarni qilib, qo'yib, andoq qiling, mandoq qiling. Bugun palon joyga boramiz. Kechasi bir narsa pishirib qo'yib, bir narsa qilib, ish qilib, ko'ynimga qarab, nima bo'lsa shuni qilib o'tirishdi. Qizlar ham, "Voy opa, nima kerak? Voy palon joyga borarkansiz, kiyimingiz qanaqa? Men buni olib keldim, men buni qo'ydim" qilib, mana shunaqalar qilishadi. Betdi bolalarim ham shu. Mana shunaqa qilib yo'lga solib o'tiribman deb o'ylayman. Endi bir bizani o'ydan bir janjal, bir narsa chiqqanini eslolmayman ham, bilmadim. Kelinlarimdan so'rashingiz ham mumkin. Qizlarimdan ham mana shunaqa qaynamasangiz aynamaydi. Mana shunday bir xil narsaga ko'z yumib, ha shunaqa ekan deb ketish kerak. Melishli narsalar, u gapirib, uni nervini buzish hojati yo'q narsalar. Hammasi yaxshi. Hammasi zo'r, hammasi yaxshi ketyapti. Shuncha kelib tushirib yashagan bo'lsak, biror marta qaynana kelin o'rtasida og'ir katta
qattiq gapni eshitganim yo'q. Men o'zim. Balkim menga bekitib nima qilgan bo'lmasa, hech qaynona kelin har doim kelinda ham juda xush muomala, kelinlar ham, Betdagi ham, Toshkentdagi ham. Buni o'zi ham juda yaxshi muloyim gaplashishadi. Hattoki bundoq qarab havosim ham keladi, xuddi hali ona boladek gaplashishadi. Ko'ztemas. Shuning uchun ko'z tegmasin. Mana shu yoshgacha yetdi, bundan buyog'i yana ham yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Baxtli oilaga qilarlar havas. Hozirgi kunda yana bir eng qiziq narsalardan biri sizni oilangizda 3-avlodni tarbiyalayapsiz. Ya'ni farzandlaringiz, nabiralaringiz va evaralaringizni ham tarbiyalamoqdasizlar. Amerikaga kelib yashayotganingizga 25 yil to'lib 26-yilga qarab ketayotgan bir davrda o'zingizni, o'zligingizni, urf-odatingizni, an'analaringizni, eng ayniqsa milliyligingizni qanaqa qilib saqlab qoldingiz shu kungacha? Mana 2010-yilda nevaralarim keldi mana. Nevaram bitta 8 yosh edi, qizimiz. Keyingisi 5 yosh edi. Keyingisi o'g'il 1,5 yosh bola kelgan. Mana hozir ular mana bu ikkita qizni uzatdi. Ani o'g'lim katta bola bo'ldi, 12-klassda o'qiyapti. Undan keyin yana ikkita nevara tug'ildi, bir qiz bir o'g'il, ular ham katta bo'lishyapti. Endi bularni uyda qanaqa tarbiyalaymiz? Uyda o'z-o'zi urf-odat, ertalab turib salom berib, kelib ko'rishishadi, biz ham ovqatlanishadi, keyin maktabga ketishadi, kuzatamiz. Keyin kelishadi, yana assalomu alaykum, keldim, keladi, ko'rishadi. Neyse, yana ovqatlan, darsingni qil, mana bu ish qil, adey mamani buyurgan, mamani qiladi. Keyin o'g'lim ham shunday tutdiki, bolalarga mana shu kichkinalikdan boshlab o'zi yo'lda yursa ham Qur'onni, suralarni o'qidi. Bugun men bu surani yodlab qo'ysam, men hali kechqurun yo'lda ketayotganim sendan so'rayman. Mamani o'qiysan, mamani yodlaysan, sendan so'rayman. Mana shu 3 ta bolasiga mana shunaqa qilib o'rgata boshladi. Keyin men bu kichkinalar ham tug'ildi. O'shalar ham o'shani yo'lidan ketyapti. Hozir hattoki men bu arab harflarini o'rganishib, mana onlayndan o'qishyapti. O'qituvchilar hozir hammasini nima telefon orqali hammasini o'qib, ekzamen topshirishyapti. Ancha nima qilib qolishdi bolalarim. Namoz o'qishadi, adasi bilan uyda bo'lgan paytda mana dadasi bilan qizlar meni yonimda o'qiy boshladi. Hozir endi ular samostoятельно o'qishyapti. Mana shunaqa holatda bolalarni shunaqa ushladik. Oshxonada o'zbekcha ovqatlarni qilib, men bunaqa bo'ladi, men bunaqa qilib, choyni bunaqa damlaysan, shap-shup qilib to'kib kelmaysan, suvga chayasan, keyin yaxshilab choy solib, yaxshi qaynatib damlaysan. Hammasi shu etap-etap o'rgatilib borindi, qiladi shu bolalar. Endi shu holatda ushladi o'zi, bilmayman. Endi u yog'iga bizani nevaralarni bolasi qanaqa tarbiya topadi, uni вопрос bo'lib turadi bir xil paytda. Ular уже inglizchani o'yda ko'p gapiryapti. Men aytaman, iloji boricha o'zbekcha gapir bolalaringga. Maktabga chiqqunicha o'rganib olsa o'zbekchani, ana nesi maktabda shundoq ham inglizchani bemalol gaplashib anaqa qiladi deb navaralarga ham aytib turibman mana shunaqa deb. Endi ushlayli o'z-o'zini. Men bu musofir yurtga kelib qoldi, o'zliguzni, nima tilimizni unutmaylik deyman. Shu holatda sekin astalik bilan davom etyapti. Iloji boricha har qadamda mana har doim unaqa emas, mana bunaqa bo'ladi. Mana meni noto'g'ri, mana bunaqa qilishing kerak, mana bunaqa gapirishing kerak deb har doim yo'lga solib turamiz, quloq soladi bolalar. Endi keyingi pokoleniyani endi ulardan talab qilishga to'g'ri keladi. Iloji boricha tayinlaymiz deb bolalarga mana shu yo'qotmaylar o'zinglarni. Tilinglarni ham, o'zliginglar, urf-odatlaringiz yo'qolmasin deb har doim tayinlab o'tiramiz. Mana shu Mana shu o'g'limni ham, o'g'illarimni ham, qizlarimni ham o'zi yoshligidan ko'proq mana shu eskicha nimalarga nima qilganmiz, jalb qilganmiz. O'g'lim hali o'sha yerda o'zimizda domlalarga ham borib, o'sha yerda ozgina tarbiya olgan.
O'shaning uchun Qur'onni ham o'qiydi, o'zi nima qiladi? Hali bolalariga ham talab qiladi, o'shani o'qitadi. Qur'on kirgan o'yda fayz baraka arimaydi. Qur'on kirgan o'yda hamma narsa o'zi yo'liga tushib ketadi. Chunki Qur'onda hammasi yozilgan-da. Men o'zim mana hozir biz endi ateizm davrida yashadik, biz yoshimiz shunaqada o'tdi. Hattoki janozalarga ham borishga qo'rqardik. Shunaqangi paytlar bo'ldi-da. Men o'zim hali nachalnik uchastka bo'ldim dedim. O'shanda Abdullayeva kelib, masjidning tepasidagi ani turgan oyni oldirtirgan. Hali namoz o'qiydigan joyni biblioteka qilasalar degan. Endi shunaqangi nimalar bo'lardiki, rahbarlar shu hali yuziga Fotiha tortishga qo'rqishardi. Janozaga umuman bormasdi. Unaqangi nimalarga, masjidlarga umuman borishmasdi. Shunaqangi davrda yashadik. O'sha paytda bo'lsa ham men bolalarni shu eskichaga ozgina kirishtirdim. O'sha foyda bo'lib qoldi menga. Hozir mana aytibman-ku, mana bolalarini talab qiladi, shuni nima qiladi. Men o'zim ham mana hozir 73 yoshimda Qur'on o'qishni o'rgandim. Masjidda mana Jaloliddin hoji kelib, bomdodda kelib, masjidda ikkalamizga dars o'tdi. Mana hozir bu ham Qur'on o'qiyapti. Mana Qur'on o'qiyman. Xatmi Qur'onni mana 4-marta tugatyapman kitobini. Maşallah. Mana bu hammasi Qur'onning nuridan, oilaning nuri, oilada baraka bo'lishi hammasi shundan deb bildim. Juda ham yaxshi. Endi hozirgi kunda bir ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan, namunaviy, ibratli oila sifatida Amerikaga yaqinda kelib yashayotgan yosh vatandoshlarimizga o'zingizni bir chiroyli fikrlaringizni, maslahat, tavsiyalaringizni bersangiz va erkak kishini oilani mustahkamligini ushlab qolishda uni roli va o'rni haqida shu o'rinda ham to'xtalib o'tib ketsangiz. Mana boya gapimda ham gapirdim. Turmush munchtib qo'yibdi. Bu haligi ko'chat bir joydan ko'chirib ikkinchi joyga u ovj olib to'p qo'yib palay yozishi juda ham qiyin. Uning uchun mashaqqat kerak, mehnat kerak. Uning uchun ishlash kerak. Mana bu yerda birovga pul bermaydi. Birov sizni hali kvartira pulingizni to'lab qo'ymaydi yoki mashinangizni rent pulini to'lab qo'ymaydi. Shuning uchun uni ishlash kerak. Hamma narsa mehnatda. Mehnat bo'lish kerak, nesiga akil bo'lish kerak. Er xotin agar akil bo'lmasa, hech qachon baraka bo'lmaydi uyda. Mana aytdim-ku, men buni ishlaganini ro'zg'orga ishlatsam, o'zimni ishlaganimni to'plab qo'yardim. Ana o'sha bilan hammasi yopilib, hech qanaqa kam ko'z bo'lmasdan, hattoki o'sha Toshkentdagi bolalarimni ham boqib, mana shunaqa qilib, mana yo'lga tushib oldik. Mana hozir o'tda nima qildim? Mana shu hozir o'tirgan o'yimiz 2 yil bo'ldi ko'chib kelganimiz. Buni qurdirdik. Bular hammasi mehnat bilan bo'ldi. O'zi bo'lgan yo'q. Yer sotib olib, uni hali quruvchilar bilan gaplashib, uni qurdirib, hali xohlaganingizdek formada qilib. U o'zi hazillik ham mablag' kerak emas buning uchun. O'shaning uchun har bir oila agar akil bo'lsa, bir-biri bilan kelishib, bir-biri bilan bitta maqsad yo'lida intilsa, albatta ro'yobga chiqadi. Hech qachon u oila yomon bo'lmaydi. Namunali oila bo'ladi. Chunki bolalar ham ibratni o'sha ota-onasidan oladi. Ota-ona qanaqa bir-biriga mehribon bo'lsa, bolalar ham bir-biriga mehribon bo'ladi. Turmushga chiqsa ham, o'ylansa ham bir-biriga ota-onamga o'xshayman deydi. Ayolingizdagi qaysi xislat va fazilatlarni qadrlaysiz, ya'ni hurmat qilasiz? Endi men bu ayolimga o'ylanganimda student edim. 3-kursda o'ylanganman. Endi
shu xislatlarni nima qilamanki, mehnatkash bo'lgan yoshligidan. Uyimizda 4 ta sigir bo'lardi. 4 ta sigiri sog'ardi. Tandirda non yopardi, somsa yopardi. Hammani havasi kelardi. Mana endi 4 ta sigir topmiz u. Bolalarimizni ham tarbiyasiga o'sha sigirlarga qarashgan, boshqa qilishgan, o'shalar bolalar ham o'sha yerda mehnat qilib o'rganishgan. Buni o'zi o'sha nima deydi, Oqtepa yubileynida oilasi o'sha yerda edi-da. O'tda endi kolxoz bo'lgan. Ma'na turgan joyim ham kolxoz bo'lgan. Ahmoboyevda turganman. Endi bu kolxozda o'sgan, uyda yer bo'lgan, agarot bo'lgan, o'sha yerda ekin-tekin bo'lgan, o'shalardan yeyishgan, boqotda uzumzor bog'ligi bo'lgan. O'sha uzumlarni ham yagana qilish, boshqa qilish, o'sha mehnat bilan o'sishgan. O'sha mehnatga chidagan xususiyatlari qiyinchiliklarga chidab, men bilan baravar turmushni nimasini tortgan shu xususiyatlari menga yoqadi. Mana shuning uchun ham uni men hammaga maqtanib, namuna qilib, ko'p maqtanishimning ham hojati yo'q, chunki meni jigarlarim hammasi biladi. Men 4 ta o'g'il bo'lganmiz-da. Hatto akam chiqib ketganlar, bizani o'zi ota bobolarimizni joyi Sevzor bo'lgan. Sevzorda turishgan. O Navoiy kolxozi bo'lgan. Chuvalachi deyilgan ilgari. O'sha Chuvalachida dala hovlidagi bo'lgan. Shahar hovlidagi Sevzorda bo'lgan. Yozi bilan dala hovliga chiqilgan, o'tda ishlashgan, mehnat qilishgan. O'sha yig'gan hosilini shaharga olib kelishib, mana qishim bilan shaharda yeb, ichib, bola chaqasi bilan nima qilib yurishgan. Neyse u akam o'sha ota bobolarimizdan qolgan joyi buzildi-da, dom qurildi-da, o'sha yerdan birlikda katesh berdi. Uy o'rniga. O'sha akam u yoqqa chiqib ketdilar. Undan keyin yana bitta ikkinchi akam bilan ukam men bitta hovlida bo'lganmiz. 12 sotuvli joy. O'sha joyi men tashlab nimaga kolxozga o'sha Chuvalachiga, Navoiyga chiqib, o'sha yerdan ota buvalarimdan qolgan joy, shu Ismoilboy, Rahimboy degan bizning buvalar bo'lishgan. O'sha revolyutsiya bo'lgan paytda hamma yerlarni, ot arabalarni, meni hech otamni o'zi 40 ta ot araba, hali qo'qon araba bo'ladi. O'sha ot arabalarni kolxozga topshirib qutulib qolishgan edi, quloq bo'lishdan. Yerlarni topshirishgan. O'sha yerdan otam vasiyat qildilar. Otam 80-yil vafot etdilar-da, bir hafta yotdilar. O'sha bir hafta yotganlarida vasiyat qildilar-da, o'sha yerda ota bobolaringning joyi, o'sha yerga chiqqansan dedilar. O'sha yerda uchastka qilib chiqib ketganman. O'sha yerda qurgan uyimda hozir katta qizimga berganman. Katta qizim yashayapti. Bularning hammasida mana shu Hojonani mehnati bor. Mana shu hislatlari ko'nglimni xotirjam qiladi. Hojoni buvilarimiz doim aytishganki, qarisi bor, uyi parisi bor deb, buvilari bor, buvilarini qo'lida tarbiya topgan qizlarni doim kelinlikka olishga hozirgi kunda ham juda ham o'zimizni nimalarda qiziqishadi. Ya'ni siz ibratli buvijon sifatida mana hozir ham aytdingizki, yaqinda nabiramizni to'yini qilib uzatdik dedingiz. O'zingizning qizlaringizga, farzandlaringizga, nabiralaringizga aynan turmush qurayotgan bir paytda hamma uchun bir xilda har bir oilaning qonun qoidasi bo'ladigan, beradigan nasihatlaringiz nima deb ularni uzatasiz? Ya'ni qaysi nasihat? Bar ko'yingiz yosh bo'lar ekan. Biza ham uyda buvini qo'lida tarbiya topgan bizda. Buvimlar biza bilan turganlar. Adam katta o'g'il bo'lganlar, shuning uchun buvimni har bitta gaplar haligacha aytaman-da. Men nevaralarimga aytaman. Bir narsani aytsam, undoq qilmabsan, mana qilish kerak edi. Hozir ko'p gapirasan, ko'p gapiraverasiz deb aytasan. Lekin bir kun oyim yaxshi ham aytgan ekanlar deysan. Meni buvimni gaplari hali ham esimga tushadi. Xamir qilsang, oldinga qarab mushla, non yopsang,
borib nima qil, molga qarasang undoq qil, sipirganingda ko'chaga qarab mana sipir, hammasi bitta sipirmaysanlar, lekin artasizlar, hamma yoqni saromjon sarishta qilasanlar. O'shaning uchun nima deydi, tozalik oshxona bilan tualetdan boshlanadi deb, yangichasiga ham eskichasiga ham shunaqa. Men aytaman, birinchidan tualeting toza bo'lsin, undan keyin oshxonang toza bo'lsin, anti idishing qalashib yotmasin. Keyin anti kiring yotmasin, tog' bo'lib. Darrov kir mashinaga solib, bizga o'xshab qo'lda yuvmaysanlar, boshqa qilmaysanlar. Hamma o'tgan etapdagi nimalarimizni navaralarga etib, joniga tegsa ham etib, mana shunaqa qilib, oyijon esimda, oyijon bilaman, aytgansiz. Bilsang, bilib qil. Mana shu ishlarni qilsang, sen birinchi darajali nima bo'lasan, uy bekasi bo'lasan deb mana shunaqa qilib aytamiz. Bo'lmasa bir xil bola qilmayman, siz aytaverasiz, siz gapiraverasiz deyishi mumkin, lekin o'shanaqa deyishiga qo'ymayman. Qildirib, mana qilmaguningcha mana ishni boshqa ish qilmaysan, ne bo'lmasa telefoningni ko'rmaysan, ne bo'lmasa televizorni ko'rmaysan. Mana shunaqa qilib bolalarni, qizlarni mana shunaqa tarbiyaladi. Endi bu yog'i endi davom etaveradi, endi o'zligi qanaqa o'sha eslab nima qilsa, yaxshi uy bekasi bo'ladi, o'ylayman nevaralarim ham. Juda ham yaxshi. Hozirgi yoshlarimizga, yosh oila qurgan oilalarimizdagi ayollarimizga qanaqa maslahatlar bera olasiz oilani shu mahkam ushlab qolish borasida? Mana xotin bo'ldimi? Endi sabr kerak. Ikkalovi mana shu yerga keldingizmi? Baravar ishlab, baravar pul topib, kashilov bitta bo'lishi kerak. Xotininiki отдельный, eriniki отдельный bo'lsa, xotin bu yoqqa tortsa, eri bu yoqqa tortsa, unda oila bo'lib baraka ham bo'lmaydi. O'shaning uchun qozon bitta bo'lishi kerak, kashilov bitta bo'lishi kerak. Bir narsa qiladigan bo'lsa, eri bilan maslahatlashib, mana shunaqa qilmoqchi edim, men buni olmoqchi edim, aytiladi. Lozim topsalar, birinchi ochirda ma'mini qilishingiz kerak, keyin bu. Bo'lmasa mayli, ol, qancha kerak senga. Mana shunaqa joyga kelib qoldik hozir biz. Chunki bitta bo'lish kerak karmoni bilan. Nesi baravar ishlash kerak eri bilan. Mana shu baravar chiqib ketardingiz, ertalab 7 da ishni boshlasak, kechqurun 12, 1gacha ham qolib ketgan paytlarimiz bo'lgan. O'sha ishlarni qilib, keyin yana ertasiga yana 7 da, bo'lmasa 8 da ishga borardik. Shunaqa momentlar ham bo'lgan. O'shanga chidasa, charchadim demasa, endi sog'liq ko'tarsa, o'shanda ham har xil holat bo'lishi mumkin. Ana o'shandagina mahkam oilani ushlaydi. Oilada sabr qilib ham bo'lmasa, sabr qilmasdan yengiltay bo'lsa, hamma yoq parokanda bo'laveradi. Mana shunaqa deb o'ylayman. Mana biza butun umr o'qidim, mana texnikumlarni bitirdim, nimada ishladim, ginekologiya отделida nimani, onkologiya dispanserda ishlaganman, respublikanskiy. Undan keyin raddomga o'tdim, Toshkent rayonining raddomiga. O'tda ishladim 20 yil, starshiy bo'lib ishladim. Undan keyin ro'zalda ishladim. Mana haligacha pensiyaga janam kuzatishgan, haligacha eslashadi. Qizim hozir o'sha yerda ishlayapti. Har qadamda opa, sizdan qolgan nima akusherkalar sizni hamma gapingizni nima qiladi. Qanaqa bilan ushlagansiz, qanaqa qilib ma'mundoq qil, ma'mana qil, hamma yo'l yo'rini ko'rsatganingiz har doim eslashadi deb aytadi-da. O'shaning uchun odam nechog'li mehnatdan qochish kerak emas. Uyga kelasiz, uyda ishni ham qilishingiz kerak. Ro'zg'or, tirikchilik, ana qaynata, ularga endi qaynananing yurishlari bor. Kechqurunlar narsa pishirib qo'yadi, shu ertasiga ishga ketamiz. Oyim bitta joyga boraman dedilar. Bir nimalarni pishirib qo'yib, ana undan keyin bemalol ketardi o'zi. O'shaning uchun sabr, toqat bilan mehnatdan qochish kerak emas deyman. Mana dangasa bo'lmaslik kerak. Pul topdingmi? Pulni er u yoqqa, xotin bu yoqqa surgash kerak emas. Unda baraka ham bo'lmaydi, bir narsaga erishib ham bo'lmaydi.
Mana shunchalik betga kelib ham u yoqda o'y, anitda yana bitta o'y oldim, mana o'y, xohlaganingizcha o'y. Dilnozada ham o'y, mana hammasiga o'shalarga bosh-qosh bo'ldi o'zi. Mana qizim ham xursand, mana kelin tushirdi, qizini uzatib kelgan. Bu yerda mana ikkita navarani nima qildi o'zi? U yoqda navarani o'ylantirib olib keldi. Kelinimiz ham bir yaxshi. Endi sabr bilan, toqat bilan qizlarim ham shu, mana kelinlarim ham shu mehnatdan qochishmaydi. Bir narsa qilishni boshladi o'zim oshxonada. Men buni qilishimiz kerak. Darrov boshlaylar, qarashib boraman, kuchim yetgancha bir nimalaringizni qilib beraman. Men buni qilaylik bugun. U ham xursand, bu ham xursand, uydagi bolalarni ham qonni to'q, hamma yaxshi. Agar kelin qilmayman desa, ne bo'lmasa menga nima, endi qaridim, bir narsa qilmayman desa, menga ham yaxshi emas u. Hammasi och qolib, u o'tda bir narsa yeb, ana unisi bir narsani bu yoqda yeb, burchak-burchakda bir nima qilib, u bo'lmaydi, baraka ham bo'lmaydi, uydan hamma narsa qochadi. O'shaning uchun birlikda hammasi. Er-xotinning ahilligi birlikda ana nasiga u yoqdan bu yoqqa narsani pulli, ishlagan pulini tortmaslikda. Ahil bo'lib mehnatdan qochmaslik. Shunaqa deb o'ylayman men. Juda ham yaxshi. Hoji ota, hojona juda ham bir chiroyli, ibratli, bugungi mazmunli suhbatingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Men o'ylaymanki, mana shu bugungi avvalambor vaqt ajratib, qimmatli vaqtinglarni ayamasdan shunaqa ma'noli suhbat o'tkazganingiz uchun rahmat. Vatandoshlarimiz uchun juda ham kerakli, ibratli va mazmunli suhbat bo'ladi degan umiddaman. Rahmat. Sog' bo'linglar. Sizga ham kattakon rahmat. Oilangizga ko'z tegmasin. Allohim umringlarni ziyoda qilib, 100 yoshlardan ham oshib, farzandlaringizga bosh bo'lib beringlar. Sog' bo'linglar. Oila muqaddas dargohdir. Uni borligida qadrlang. Bugungi suhbatimiz kim uchun hikmatdir, kimlar uchun ibratdir. Xulosa esa o'zingizdan. Bizni kuzatishda davom eting. Oila muqaddas, baxtli oilaga qilarlar havas.